Gips kardoncha okelarga savol. Mana bunaqa qilinish qanchalik to'g'ri? Buni orqasida reka yo'q ekan. Mana bu shuruplar aldamchi ekan. O'rtaga mana bu yoqqa bitta dona reka tashalgan. Mana momentlarda ham yo'q. Endi chok ochish mavzusini mayli gapirmasa ham bo'ladi bu yerda. Mana shu joy bort bo'lishi kerak edi. Bort qo'yishga do'stlik yo'q. O'shaning orqasida hozir podsvetka turibdi. Mana shunday qolar ekan xullas. Podsvetkani shunaqa tiqib qo'ysa bo'ldi ekan. Ammalar okalar momentim nima bilan yopishadi savol. Nima qilsa yopilar ekan bu yerda? Agraf 0.7 ishlatilgan va mana bu dubl gvozdan ishlatilgan. Xo'p, hurmatli gips kardoncha okalar, mana shu dubl gvoz ishlatilish qanchalik to'g'ri patologiya va mana 0.7 lik agraf ishlatilish qanchalik to'g'ri. Bu yerda hozir perdelka bo'layotgan ekan, mana bu narsani qo'yish kerak deyishyapti ustakalar. Bu narsani to'g'risi otini bilmayman, buni ustakalarimiz yaxshi bilsa kerak. Lekin buni qo'yish tavsiya qilishmayapti. Mana 0.7 ni ishlatish tavsiya qilishmayapti. Ko'rib turgan joyi yana 3 dona agrafga ilib qo'ygan. 2-3 ma'noda yo'q darajada. 3 ta agrafga ilib qo'ygan. Shu ish qanchalik to'g'ri okalar? Bitta kommentariyaga yozib yuboringlar. Bunaqa ustalarga nima degan bo'lardinglar? Usta nomiga dog' keltirayotgan ustalarga nima degan bo'lardinglar? Hozir bu yerda klient 2 barobar pulga tushyapti. Sababi buni demontaj bo'ladigan bo'lyapti. Bularni hammasini buzib tashlab, olib tashladigan bo'lyapti. Ustakamiz shunchaki qochib ketdi.